Shaxsan men gilam olayotganimda birinchi o'rinda uni ranglari va gullariga qarayman. Assalomu alaykum, Luks gilamlarini obunachilarim, omonmisiz? Sizni onlayn ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bilasizmi, aynan ayollar gilam olishayotganda ehtiros bilan xarid qilishadi, emotsiyaga berilishadi. Erkaklarimiz esa cho'ntagi bilan, ya'ni ular bu qimmatmi yoki menga ma'qul keladimi degan o'y-xayol bor. Keling, bugun ayollarni emotsiyalari bilan birga gaplashamiz. Aslida emotsiya bilan xarid qilishimiz bu aynan to'g'ri haqiqat hisoblanadi. Nima qilamiz uni pulini o'ylab? Baribir uni erkaklarimiz to'lagandan keyin, to'g'rimi? Emotsiyamizga ishonib tanlaydigan gilamlarimiz haqida gaplashamiz. Aynan mana shu gilam xonadoningizni baland va hashamdor qilib ko'rsatadi. Bolaligimda bir gap onamning gaplari yodimga keladi. Ya'ni ular aytardilar, bu xiva gilami. Buni mehmonxonaga to'shaymiz. Avaylab yuvinglar deb shunaqa avaylardilar-da. Urf bo'lgan xiva gilamlari endilikda u gilamlarning o'rniga Samarqand gilamlari bosmoqda. Ya'ni endilikka kelib bizda Samarqand gilamlari urfga aylandi. Eron, Turkiyadan gilamlar olib kelamiz, lekin endi Samarqand yek zavodida ham shunchalik texnologiya rivojlandiki, Germaniya texnologiyasida Eronning bir kopiyasidagi gilamlarni ishlab chiqarishyapti. Akril iplari. Akril bu eng sifatli ip hisoblanadi. Sun'iy tola, lekin chidamliligi, uni yorqinligi gilamga yana ham bezak beradi va gilamni uzoq umr ko'rishiga hissa qo'shadi. Oski to'qimasi paxta. Shunoq bir-biriga mana shu gilamimizni Eron gilami bilan birgalikda to'shaganingizda Eron gilamidan umuman farq qilmaydi. Aynan bu gilamni men mehmonxonamga xarid qilmoqchiman, chunki bu yil izmirut rangdagi pardalar yoki hozirgi kunda high-tech urfga kirgandan beri to'q ranglar urfga kirdi. To'q rang bu ajralib turadi. Ya'ni uyingiz agar mehmonxona baribir balandroq bo'ladi. Mehmonxona balandroq va yorqin ranglar bo'lsa, aynan to'q gilamlarni to'shasangiz uyingiz yonadi. Bo'ldi, boshqa dekoratsiya kerak emas sizga. Aynan mana shu gilamni to'shaysiz. Xohlasangiz uni milliy uslubda ko'rpacha, xon qo'ying. Xohlasangiz stul bilan. Ikkalasiga ham birdek mos kela oladi va sizga uzoq yil xizmat qiladi. Aynan mana shu gilamni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, call centrimga raqamimni qoldiraman. Bog'laning, mana shu gilam kerak. Ya'ni bu gilamimizga keling, nom qo'yamiz. Xurrem Sulton xonim gilamidan bering deng. Buni xaridori aynan Sulton xonimlar bo'lishadi. Kutib qolamiz, telefon qiling. YouTube kanalidan telefon qilyapman deng. Maxsus chegirma sizga taqdim qilamiz. Luks gilamlari doimo ayollarimiz uchun eng emotsionalniy, eng go'zal gilamlarni ishlab chiqaradi, ya'ni sotuvga chiqaradi. Kutib qolamiz.